Uyimga stabilizator o'rnatdim, lekin stabilizator svetni baland qilib berdi va uyimdagi xaljanik kuydi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Demak, siz ozgina puldan qochib, relayni stabilizator o'rnatgansiz. Relayni stabilizatorni progressiyasi 20%. Bu nima degani? Misolda sizda stiralka yo ariston yo'qilgan bo'lsa, stabilizatorga kirayotgan toki 200 bo'lsa, davlat toki 220 chiqarib beryapti. Siz stiralkani yo'qdingiz, u avtovhodnoyi kirayotgan davlat sveti 180 ga tushdi. U 220 stabilizator 220 qilib beryapti. Lekin stiralka birpas ishlab uchsa agar davlat toki ko'tariladi, ham stabilizator ham birdaniga ko'taradi. Misol davlat toki 200 ga chiqsa, stabilizator 240 ga chiqarib yuborib, yo 250 ga chiqarib olib, sizni stiralkangizni kuydirishi mumkin. Bo'ldi, tushundim. Bo'lmasa uyimga qanaqangi stabilizator qo'yay? Uyingizga laterni stabilizator qo'ysangiz yaxshiroq. Chunki u tiklanishi, ishlash jarayoni sal tezroq undan. Sifati ham yaxshiroq. Puli salgina qimmat bo'lsa ham, lekin texnikangiz kuymaydi. Undan tashqari, hozir chiqqan texnologiya sal qimmatroq, premium segmentida yursa, semestrli stabilizator, u juda tiklanishi tezroq, ishlash jarayoni tezroq. U degani Nokia bilan iPhone. Da. Ishlashi juda ham zo'r, juda ham tezroq. Elektrika haqida foydali ma'lumotlarni bilishni istasangiz, podpiskani bosib qo'ying.